Keriya Camisi to'g'risida o'sha bir bizim jurnalga belgili yozilgan bir yozma bor. Yani Keriya Hetka Camisi vatanimizdeki en çok cami bulup deydi. 800 yıldan artık tarihte ega deydi. O diyarimizdeki en meşhur cami olan Qashqar Hetka Camisi'nin mi külümü çoğun deydi. Qashqar Cami meşhur ama külümü kelganda onundan çoğun. Çünkü bunun da aynı vakitte 10 mingdan 12 minggacha odam namoz o'qiyolar ekan. 13.449 kvadrat metr keladi ekan onu. Endi bu Hetka Jamisini 1200-yili selinishga boshladi. O chog'da sog'liqda kichik bir masjid shaklida septigan. Kichik masjid keyin shu jamiya bo'lib, uning munorasi selinib, ayna qilgan ekan. Keyin 1947-yili Keriya nahiyasininki hakimi İsmail Xon degan bir kishi bo'lganda, u kishi 47-yili boshlab 49-yilgacha 2 yilning ichida nihoyatda tirishchilik ko'rsatib jamiyani remont qilib chiqgan. Shu chog'da munorasini texnik egizlab yasab ayna qilgan gap. Onundan keyin mana bu maydon endi bu yerda jinoza namozi o'qiyotgan ish bo'lsa, to'liq vaqtda jinoza namozimizni shu yerda o'qiydi mana maydon. Ma peştaktan da çıksak anılıkı camininki ikinci hoylasına kirmez yani. Namazı kolumu bultkamda kin kağalamında okutkan. An işçilik desek an resmi cami yani. Benim o meclisteki işçideki kürünüşü, namazı okutkan yerinin kürünüşü bana. Oşa her bir, oşa okşaş mavi türüklerinin birisi okşaş, naci çoğun türükler var. Seydiye Han'ın ki, Hallık'ın devrinde Abdullah Han mahsus emriyle buyurup öyle kıtken. Onun için 88-yili bir remonat qilishga başlagan. Biz kichikda shu remonat qilyapti. Shu 88-yili shu oq tarafininki ish darvozasi shu joyda yasalgan. Undan keyin 97-yil bir remonat qildi. 98-yili bu remonat tugadi. Shuni bilan bular hammasi bo'lsa 7 qatimliq cho'ng remonat o'tadi buning 5dan. 1200 yıldan başlap 7 qatimliq cho'ng remont o'tadi. 2016-yildan başlap bu Keriya Hetka mahallasi atrofidagi uylar hammasi chiqilib, bozilib ketgan. 2018-yili 800 yillik tarixiga ega bu jami vayron qilib etilgan. Shu anda qisqacha tarix.